Germaniyalik bir doktorning beshidan o'tgan va hayotini o'zgartirishga sabab bo'lgan hodisalardan so'zlab berganlar. Doktor bir kuni safar uchun aerodromning kutish zalida o'ltirganmish va aerodromda bir yosh yigit bilan tanishib qolganmish. Yosh yigit doktorning oldiga Qur'on Karimning tarjima qilingan nusxasidan birini qo'yganmish. Doktor yoshning ko'nglini ayab, u ketgandan keyin Qur'on Karimni axlat qutisiga tashlab o'tish uchun yanchug'i solganmish. Lekin doktor Qur'on Karimni tashlab o'tishni unutilib qolib, aeroplanga chiqibdi. Uzun bir safarning ustiga zerikishmi qo'shilgandan keyin doktor yosh yigitning bergan Qur'on Karimining tarjima nusxasini eslabdi va yanchug'idan elib o'qishga boshlabdi. Doktor Allohning so'zi bo'lgan Kahf surasining 2 oyatini o'qibdi. Oyatda bular yozilgan: kun chiqqan chaqda ularning g'orning o'ng tarafiga o'tib ketganligini, kun patgan chaqda ularning g'orning shimol tarafiga o'tib ketganligini ko'rsan. Ya'ni g'orning ishiga shimol tarafda bo'lganlikdan kunning nuri g'orning ikki tarafiga tushib turdi. Alloh ularni hurmatlaganlikdan kun chiqqandimi, patgandimi uning nuri ularning ustiga tushmaydi. Ular bo'lsa g'orning o'ttirisidagi bo'shliqdadir. Bu Allohning qudratini ko'rsatib beradigan alomatlardandir. Kimniki Alloh hidoyat qiladi ekan, u haqiqiy hidoyat topuvchidir. Kimniki qilgan yomon amallari tufaylidan Alloh ozdiradi ekan, uningga yo'l ko'rsatuvchi do'stni hargizmi topolmaysan. Sura Kahf 17-oyat. Mubada ularni ko'radigan bo'lsang, ko'zlarining ochiqligi va o'rilib turadiganligidan ularni o'yg'oq deb o'ylaysan. Halbuki ular uyqudadir. Ularni biz o'ng va so'l tarafga o'rib turamiz. Ularning ikkita g'orning bo'sog'isida ikki putini so'zib yotadi. Agar ularni ko'radigan bo'lsang, albatta ulardan qattiq qo'rqib, yuz o'rib qochgan bo'larding. Sura Kahf 18-oyat. Bu ikki oyatdan keyin doktorning kallasiga bo'la ketdi. Ularning uyquda turib o'rilishi albatta keraklikdir. Agar o'xshash bir shaklda yotgan bo'lsa, badallar yaralangan bo'ladi. Bu oyatdagi doktorni hayron qoldirgan oyat budur. Mubodo ularni ko'radigan bo'lsang, ko'zlarining ochiqligi va o'rilib turadiganligidan ularni o'yg'oq deb o'ylaysan. Halbuki ular uyqudadir. Ularni biz o'ng va so'l tarafga o'rib turamiz. Ularning ikkita g'orning bo'sog'isida ikki putini so'zib yotadi. Agar ularni ko'radigan bo'lsang, albatta ulardan qattiq qo'rqib yuz o'rib qochgan bo'larding. Bu oyatga qaraganda kun nuri har kuni g'orga kirdi, lekin g'ordagi yigitlarga kun nuri udul tegmaydi. Buningga doktor shundoq degan edi. Bu tibbiy ilmda karvat unsuriga ishorat qilinibdi. Karvat unsuri uzun muddat o'ngda, dumda va yoki yanto yetishdan paydo bo'ladigan jarohatlardir. Yotoq uyining havosiz bo'lishi yoki kun nurining badanga udul tegishi karvat unsurlarining sabablarining yana biridir. Orqadan doktor texmi ko'p narsalarni tushunish uchun oyatlarni kelgan yerdan o'qibdi va bularni debdi. Haqiqatan karvatda yotgan odam o'rilib turishi kerakki, badani yaralanib chirmasin, yer uni kasal qilmasin. Ammo doktorni haqiqatan hayron qoldirgani g'orning bo'sog'isidagi ishning ulardek o'rilib yotmay, ishning g'orning bo'sog'isida 309 yil qo'llarini uzitib o'xshash shaklda yetishi va badanning yaralanmay chirmay turgani edi. Bu hodisa germaniyalik doktorni ishlarning fiziologiyasini tekshirishga yo'l ochgan edi. Lekin uni intayin hayron qoldirgani o'qigan oyatdan keyin elib borgan tekshirishdan keyin bularni topgani bo'ldi. Ishlarning o'rilmasimi hayot bo'lgan taqdirda terisining ostida yaralanishdan saqlaydigan bir xil modda, qo'g'dash modda xaltasining bo'lganligidan boshqa hayvonlarga o'xshamaydiganligidan bo'lishi edi. Bu sababdan ishlarning insonlardek o'rilishining hojati yo'q edi. Uzun yillar tibbiy ilm o'rgangan va bu ishni o'ngishli elib kelayotgan germaniyalik doktorni bu vaqtga qadar anglab boqmagan bu ilm hayron qoldiribdi va musulmon bo'lishiga sabab bo'ldi. Bu haqiqiy bo'lgan hodisadan tushunganimiz shuki, germaniyalik doktorning oyatni tunji qitim o'qiganda kishining nazarini tatmaydigan bir ishning uning diqqatini tatganligi va ko'plagan musulmonlarning o'ylanib boqmagan nuqtasidan tafakkur qilganligi edi. Balkim ko'plagan musulmonlar Kahf surasini hayoti bo'yicha ko'p qitim o'qigandi. Lekin ashabul Kahfdagi yigitlarning badanining yaralanmasligi uchun
o'rildirilganligini bilgan bo'lsa-mu, ko'plagan musulmonlarning diqqatini ishning nimishqa uyquda o'rildirilmaganligini tatmagan. Bu cho'qim kallasini ishlatishga odatlanmagan o'g'inish yo'lidan, madaniyat safosidan kelib chiqqan bir hodisidir. Bu germaniyalik doktor Qur'onni tunji qitim o'qigandilar, ko'plagan musulmonlardan bakrak o'ylanib tushunibdi. Undaqda sizlar bu vaqtda nima o'ylayapsizlar? Sizcha ko'plagan musulmonlar Qur'onni tushunmayli o'qimdi.